Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik doirasida Mahmud Zamaxshari nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida Jadidchilik harakati yetakchilari asarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Jadidchilik harakati ijodkorlarining asarlarini mutolaa qilar ekansiz, ularning adabiyotni, tilni sevadigan buyuk mutafakkir, qolaversa ona yurti uchun elparvar inson bo'lganliklariga guvoh bo'lasiz. Bugun yoshlarning buyuk bobolarimiz asarlariga qiziqishi va ularni mutolaa qilishi har bir yurtdoshimizni quvontiradi albatta. O'zining bir qancha asarlarini kitobxonlarga taqdim qilgan ijodkor, jurnalist Sharqiya Eshjonovaning Jadidchilik harakati yetakchilari nomli asari ko'pgina yurtdoshlarimizga aynan jadid davri adabiyoti va ijodkorlari borasida ko'pgina ma'lumotlarni taqdim qila olgan. Taqdimotda kutubxona mas'ullari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ishtirok etishdi. Shaxsiy tarkib orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqish juda kuchli, chunki ular xizmatdan tashqari vaqtlarda ham qo'llarida kitob bilan harakatlanishadi. Bundan tashqari bu kitob o'qishlari orqali o'zlarining farzandlarini ham kitobga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Men ham hamkasblarim singari bo'sh vaqtlarimda kitob o'qib turaman. Yaqin kunlarda Ikki eshik orasi nomli kitobni yakunladim. Bu kitob menda juda katta taassurotlar qoldirdi. O'ylaymanki, bu kabi kitoblarni o'qish orqali har birimiz o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni qabul qilib olamiz. Jahon miqyosida ham jadidchilik harakati ijodkorlariga bo'lgan qiziqish ancha katta. Ularning bizga qoldirgan boy ma'naviy merosini asrash, asosiysi mutolaa orqali olgan bilimlarimizni yosh avlodga yetkaza olishimizdir.